Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi oshxona belimiz tayyor bo'ldi. Bu oshxona belimiz Farg'ona viloyati Xonobod qishlog'iga olib kelib sunib yoqib berdik. Bu joyimiz 290 joyga tushdi. Puliga keladigan bo'lsak, 4 million 400 mingga bo'ldi. Buning ichida kafellari chiroyli qilib bosib berganmiz. Mana sochiqligichlargacha qo'yib qo'yganmiz. Shu shukalarini ham qo'yib chiroyli qilib sinib yoqib berdik. Ruchkalari qora bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bakoylargacha burib kafillarni chiroyli qilib, tortmalarimiz mexanizmlari vakuumli bo'ladi. 5 sm dan keyin o'z tortib oladi. Mana chiroyli qilib ruchkalarga tayyor qilib teshib ishlashga oshib-moshlarimiz keladigan bo'lsak, oshib-moshlarimiz vakuumli bo'ladi, o'zi tortib oladi. To'rttadan shuruplarni to'ldirib qo'yganmiz. Lentalar deydiganlarga lentalar zavodskoy apparatlarda bosiladi. Birli qora bo'ladi. Xudo xolasa behijolat xizmatdan qiladi. Magnitlargacha qo'yib qo'yganmiz. Bag'da suvlarini ham teshib mo'ykani. Gazatorlari ham bor. Diyochiralargacha qo'yib qo'ldan kelgancha biz oshxona belda pishig'ishmi, xomg'ishmi, shlaka bloymi, pena bloymi farqi yo'q, ilovramiz. So'raydiganlar uchun videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib, qarindoshlarga tarqatib qo'yamiz. Mana oshib-moshiblarimiz ham polkalargacha qo'yib qo'yganmiz. Oshib-moshiblarimiz ham vakuumli. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zi tortib oladi. Oshxona belimizni ishlashga tayyor qilib, uydagilarning ishini bitkazib berdik. Muhaldinning o'rnidan 30 sm chiqarib yuboriladi. Mana zo'rg'adan ko'rsatib o'taman. Bu oshxona bel yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, podpiska bosib qo'yamiz, qarindosh-urug'larga tarqatib. Nomerlarimiz keladigan bo'lsa, nomerlarimiz 90lik 633 12 08 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz.